birinchi navbatda Google'ga ima.adliya.uz yozamiz. Mana shunday ima deb yozsangiz agar o'zi kelib chiqadi. Ustiga bosganlaringizdan keyin mana bu yoqda O'zbekiston Respublikasi Muhofazasi sanoat namunasi mulki deb kelib chiqadi. Ustiga bosib kiramiz. Ustiga bosib kirganimizdan keyin mana shu yoqda shunaqa oyna hosil bo'ladi va undan bu yoqda ma'lumotlar bazasi bor. Ma'lumotlar bazasiga bosib qidiruv qismiga o'tamiz. Mana bu yoqda qidiruv qismiga o'tdik va filtr tugmasini bosib filtr qilishni bosamiz. Filtr qilishda mana shunaqa page hosil bo'ladi oyna. Oynada maydon nomi degan joyda transliteratsiyasi, ya'ni 561 raqam bilan ko'rsatilgan bandni tanlab, o'rta qatorda mana bu yulduzcha va pastki chiziqchani bosamiz. Man tekshiruvni sizlarga o'zimizni brendimiz Aman misolida ko'rsataman. Misol uchun Aman yozamiz va filtr tugmasini bosamiz. Aman yozganimizda filtr tugmasini bosganimizda bizni patentlagan brendimiz kelib chiqdi. 45-sinfga yuridik sohada ro'yxatga olingan amalda krosschaning ustiga bosib ichki tuzilishini, ichida qaysi sohalarda kim patent olgan, nechinchi yil patentlanganligi ma'lumotlarini birma-bir ko'rib chiqishingiz mumkin. Mana shunday. Endi e'tibor beradigan joyimiz, siz tekshiruvda agar nomingiz chiqmasa agar bu bo'sh degani emas, uni boshqacha usullar bilan tekshirib ko'rishingiz kerak. Misol uchun bitta Aman bilan bitta alik yozib ko'ramiz. Mana bu yoqda bir nechta Aman degan nomlar kelib chiqdi. Aman nomini tekshirganimda bu nomlar ham patentlangan, faqat boshqa sohalarda yoki aynan o'sha sohadan patentlashga topshirilgan bo'lishi mumkin. Ularni biza ko'rib chiqib e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Endi do'stlar, patentlashda nimalarga e'tibor berish kerak? Tekshirayotgan paytda sizlar patentlash qonun-qoidalarini yaxshi bilishlaringiz kerak. Sababi topshirgandan keyin mana bunaqa turli xil atkaz olgan holatlari bo'ladi, bo'sh to'lov muddati tugagan holatlari bo'ladi, chaqirib olingan bo'ladi. Muoyat bo'yicha ekspertiza, bular hammasi loyihalar atkaz olib, o'sha topshirgan kishini vaqt va puli kuyib ketgan hisoblanadi. Umuman olganda umumiy tekshiruv mana shunday bo'ladi. Filtr orqali brend nomini yozib tekshiriladi. Endi sizlarga bepul tekshiruv va mutaxassis tekshiruvni farqlarini, afzalliklarini aytib o'taman. Bepul tekshirishning afzalliklari va kamchiliklari. Birinchi tomoni bu ijobiy tomonlaridan albatta bepulligi bu eng katta afzallik hisoblanadi. Siz hech qanday xarajatsiz brendingizni tekshira olasiz. Salbiy tomonlari 5 ta manbadan chetida tekshirish kerak ekanligi, nom va logotipni alohida tekshirish kerak, me'yor hujjatlariga mosligini tekshirish kerak. Bepul tekshirishning murakkabliklari yana bittasi tekshiriladigan hujjatlar hisoblanadi. Siz tovar belgilari to'g'risidagi qonun 38 ta moddadan iborat qonunga muvofiqligini tekshirishingiz kerak. Vazirlar Mahkamasining 480-reglamenti bor, 129 ta banddan iborat. Mana shunga muvofiqligini ko'rishingiz kerak. Bepul tekshiruvning murakkabliklaridan tekshiruv saytlarining ko'pligi. Bularga Google, Yandex, Waypo hozirgi tekshirgan bazam, undan tashqari Waypo Madrid bazalari, mana shularning har bittasini tekshirishingiz kerak bo'ladi. Agar shulardan bittasida sizni nomingiz bo'lsa agar yoki Google, Yandexda mashhur bo'lsa agar, aynan shuni o'zi ham sizni brendingiz patentlanmasligiga olib kelishi mumkin. Bepul tekshirishning yana bir kamchiligi ekspertdan bepul konsultatsiyaning yo'qligida hisoblanadi. O'zingiz mustaqil tekshirar ekansiz, qonunchilik bo'yicha bir brend ikkinchisiga ta'sir qiladimi yoki yo'q va yana ko'plab holatlar bo'yicha savollar paydo bo'lishi tabiiy. Lekin o'zingiz topshirishingiz jarayonida bu savollarga to'liq va to'g'ri javob ola olmaysiz. Keyingisi bu arizaning rad etilish xavfi. Tajriba yetishmasligi oqibatida topshirilgan arizaning rad etilishi mumkin. Bazaga kirib ko'rsangiz, bunga juda ham ko'p misollar bor. Yuqorida men sizlarga aynan bir nechtasini ko'rsatdim. Kutilayotgan 1 oylik yoki 7 oylik vaqtingiz kuyish ehtimoli yuqori hisoblanadi. To'liq va puxta tekshirishga tajriba yetishmasligi sababli noto'g'ri talabnoma topshirilsa, bekorga sizni shuncha 1 oy tezkor bo'lsa, 7 oylik uzoq muddatli bo'lsa agar, kutilgan vaqtingiz kuyib ketishi mumkin. O'z brendingizni qonuniy egasi bo'lish uchun yana kamida shuncha vaqt sarflashingizga to'g'ri keladi. To'langan davlat bojlari kuyish ehtimoli yuqori. To'liq va puxta tekshirishga tajriba yetishmasligi natijasida noto'g'ri talabnoma topshirilsa, davlat bojlari kuyib ketadi. Yangi talabnoma uchun kamida yana shuncha to'lov qilishga to'g'ri keladi. Tekshiruv xato qilinsa, qolgani befoyda. Ya'ni umumiy qilib aytadigan bo'lsak, agar tekshiruv qismida xatoga yo'l qo'yiladigan bo'lsa, keyingi barcha ishlar to'g'ri qilinganda ham baribir natija bo'lmaydi. Sababi siz boshida aynan tekshiruvni xato qilgan hisoblanasiz.
Endi ekspert tekshiruvning afzalliklarini aytadigan bo'lsak, birinchi o'rinda to'lanadigan davlat bojlari kuyish ehtimoli juda minimallashadi. Ikkinchisi, kutilayotgan bir oy yoki 7 oylik o'sha muddatning kuyish ehtimoli minimallashadi. Uchinchisi, ortiqcha ovoragarchiliklar oldi olinadi. To'rtinchisi, vaqtingiz tejaladi. Bu eng muhimlaridan biri hisoblanadi. Beshinchisi, bu ekspertdan bepul konsultatsiya hisoblanadi. Siz xohlagan savolingizni tekshiruv jarayoni bo'lsin, topshiriq jarayoni bo'lsin, ekspertdan so'rab olishingiz mumkin. Oltinchisi, qulay va savollarga tezkor javoblar olinadi. Aynan paytda, o'sha paytning o'zida javoblarni olishingiz mumkin. Va yettinchisi, ekspert tekshiruvdan oldin yordamchi mutaxassis brendni tekshirib, arziydiganlarni pullik tekshiruvga o'tkazadi. Ya'ni siz mutaxassis bilan ishlayotganda pullik tekshiruvga berganingizni o'zida ham yordamchi mutaxassis aynan o'shani ichida bepul tekshiruv qilib berishi mumkin. Buni plyuslarini o'zingiz ko'rib turibsiz. Mana